Assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni kuzatib borayotgan aziz vatandoshlar, akalar hamda opalar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Xush kelibsizlar bugungi yana yangi video roligimizga. Bugun yana yangi ish chiqadi. Bir narsani aytib o'tay, bitta yangilik akalar, opalar. Mana shu kommentariyaga glavniga Instagram va TikTok sahifamni qo'yib qo'yaman. Chunki YouTube'da podдержка sus bo'lyapti. Hozir ijodimizni TikTokda ham olib boryapmiz, Instagramda ham, u yerda вообще yaxshi ketyapti. Shuning uchun sizlardan har bittangizdan agar kimgadir interesni bo'lsa deydi-ku, bemalol o'tib obuna bo'lasizlar, pastda qo'yib o'taman. Chunki bexabar bo'lib qolib ketmaysizlar. Inshaalloh u yerda ham yangiliklarni, xaltura ishlarimizni Instagram, TikTokda bosib boramiz inshaalloh. Podдержка sizlardan, ishlar esa bizdan chiqib boradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bugungi ishimiz Sankt-Peterburg shahrida 15 ta akamiz uchun bo'ladi. Kimdir kelmoqchi bo'lsa ham bo'ladi va kimdir Sankt-Peterburg shahrida yurgan vatandoshimiz ham bo'lsa bo'ladi. Yo Moskvada, yo boshqa shahardan kuzatyapsiz, bemalol borib ishlasangiz bo'ladi. Ish qanaqa degan vatandoshlarimiz uchun ish fasadniy plita. Plita bor, o'rtasiga penaplex qo'yiladi-ku, fasadlarga uriladi. O'shanaqa plita, fasadniy plita. Tushunmagan vatandoshlarimiz videoni o'tkazib bormaymiz. Video davomida qo'yib o'taman. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin va borib ishlashlaringiz mumkin. Bu yerda soatiga 380 rubl to'lanadi va plus yotog'i, registratsiya ishxona tomonidan, trudовой договор ham ishxona tomonidan. Siz trudовой договорdan, registratsiyadan, yotoq joydan muammo yo'q. Bemalol borasiz, sizga hammasini трудоустройство qilib beradi. Oyligi без задержка 15 kunda. 2 hafta hisoblaysiz, yarim oyligingizni olasiz. Yana 2 hafta hisoblaysiz, yarim oyligingizni olasiz. Выходной qanaqa bo'ladi degan vatandoshlar uchun выходной u sizni o'zingizga bog'liq deyapti boshliq. Xohlasa 6 ga 1, xohlasa 7 ga 0 deyapti akalar. Ishlasangiz bo'ladi. Yoshini ham aytib o'taman, yoshi 18 yoshdan to 45 yoshgacha bo'lgan vatandoshlarimiz bemalol borib ishlashlari mumkin. Ish nihoyatda yengil, og'ir emas. Videoni kuzatib borasizlar o'zlaringiz. Upakovka qilinadi, o'sha plitani tozalash, shunaqa ishlari, xolos. Upakovka qilinadiganida ham hammasini videosini qo'yib boraman. Video davomida kuzatib borasiz. Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Inshaalloh yangi ishlarda esa kutib qolasizlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, bemalol telefon qilib borib ishlashlaringiz mumkin. Rahmat aytinglar uchun. Mana akalar, upakovka jarayoni. Mana akalarimiz ishlayapti. Ish nihoyatda yengil, faqat oyoqda turish kerak-da. Mana bu yerda upakovka jarayoni. Mana bu ishimiz esa tayyorlash jarayoni ketyapti. Termoplitani tayyorlash jarayoni. Akalarimiz ishlayapti. Bemalol telefon qilib, bemalol kelishlaringiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin.